Bu video eng oxirgisi bo'ladi. Shu bilan boshqa umuman bu mavzuga qaytmayman. Iltimos oxirigacha ko'ring. Xullas, oxirgi reelslardagi juda ham ko'p negativ reelsni chiqarishimga sabab bo'ldi. Ko'pchilik kommentariyada bu video prosmotr uchun, aktiv uchun qo'yilgan deb yozishibdi. Agar o'sha video yolg'on bo'lib, prosmotr uchun qilganimda, o'sha qiz qaysi viloyatdan ekanini aytmagan bo'lardim. O'sha reelsni chiqarishimdan asosiy maqsadim videoni yaqinlari, tanishlari, uydagilari ham ko'rishini xohladim va Atila viloyati va tumani haqida gapirdim. Keyingi qismi chiqishi uchun like bosinglar deganim sababi, like qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p odam ko'radi va undan tashqari keyingi qismini montaj qilishimga ham vaqt kerak edi. Bo'lmasam direkt portlab ketardi. Endi aniq faktlar va isbotlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi katta fakt, u qiz mendan tashqari juda ham ko'p magazinlarni aldagan ekanlar. Masalan, hamma tanigan o'sha Tiller linza. Ularga zararlanmas qanaqadir PR qilish. Siz ham aktivlari juda ham zo'r. Aslida bu qiz mashinasi, mana Instagramga qo'yganman, falan 200 ming so'm topib ketgan. Ikkita navbat olganman, 100 ming aksiyamda. Olganda Surxondaryo, Sirdaryo, Angor tumaniga uzun nomerga chiqarib berganman. Aytganmanki, shaharga borgandan keyin klipor rasman roziman deganman. Shu to'yim borib ketganda juda ham zararli 5 kun yalingan. Keyin bu to'p deb chiqarib borganman, shu bilan yo'q bo'lib ketgan. Bloklab borganman edi, bloklab. Eshitib turganinglarda shunaqa gaplar. Men pochta kodini aytmaganim uchun ulitkalarni alomatlar. Keyingisi u qizga juda ham ko'p meni videomni ko'rganlar yozishgan va 90% ni bloklab tashlagan. Faqat bitta bolaga atvet yozibdilar. Unda menga video zapis qilib tashlab berdilar. O, menga qara, o'ylab gapir, tushundingmi? Unda Angordanman. Tushundingmi, nima qila olasan? Qo'lingdan nima keladi? Ayt menga. Xohlasang ko'rishib olamiz. Menga farqi yo'q. Qara, u narsa keldi, to'g'ri keldi, men olmoqchi edim. Nima uchun menda vaziyat bo'lmay qoldi. O'shandan keyin olmadim. Qara, menga qara. Bitta men emasman kunda insonlar Angorda obro'sini to'kyapsan, pulda, sudda. Qo'y, unaqa gaplaringni va pishi yig'ishtir. Qara, men olardim bu narsani. Men olmasdim emas, ayam baqirdi. Просто men ayamdan so'ramasdan zakaz qilib qo'ygan ekanman. Ayam baqirdi menga. Meni qizni o'ziga tushuntirib yozdim. Tushunmagan bo'lsa menda emas ayam. Bir keyinchalik beraman dedim. Men aytdim o qizga, "Xo'p, olaman, ber, keyin tashlab beraman" dedim. Yo'q, unaqa o'zi majbur qildi. Agar shu ulitkasiga ichi salgina achiganda o qizda, salgina achiganda menga shunday SMS-da berardi-da, shu ulitkam o'lib qolmasligi uchun ham berardi. Yo'q. Nima uchun bermadi? Senlar odamlarga achininglar, hayvonga achinmasdan oddiy bir mavjudotga odamlar o'lib ketyapti. Menga u qiz aytdi, o'ligi qaytsin deb aytdi. Agar yo'q, o'ligi qaytmasin, ovoling, keyin tashlab berasiz menga deganda men borib ovolardim. Men aytdim u qizga, ovolaman, ber SMS-da mayli, unaqa dedim. Yo'q, o'ligi qaytsin dedi. Demak, u qiz o'ziga sotib oldi. Tushundingmi? Sen aralashma, sur berding, короче. Eshitganinglarda men haqimda qancha nimalar gapirib tashlamagan. Men bu Instagramni ochganimga 2,5 oy bo'lgan bo'lsa, o'shandan beri kuzatadiganlar yoki shunchaki men bilan ulitkalar haqida gaplashib ko'rganlar yaxshi biladi. Kimdir ulitkam toshidan chiqmayapti deb aytishsa, maslahatimni beraman. Shunda ham o'xshamasa, menga jo'natib oling, dastavkani o'zim to'layman, o'ziga keltirib, yana sizga qaytarib yuboraman deb aytaman. Endi eng oxirgisi, u qiz o'zi meni cho'lidan chiqarib yozdi. Maqsadimga erishganimdan xursand bo'ldim. U qiz oyisi ko'rib turib, menga одолжение qilib yozdilar. Xo'p, tashlang videoyingizni deb. Men bitta shart evaziga rozi bo'ldim. Qaysi magazinni aldab nima olgan bo'lsangiz, hammaligini pulni tashlab berasiz, keyin olib tashlayman dedim. U qiz rozi bo'lmadilar. Endi bilmadim, shunda ham men aldavomanmi? Umuman olganda, aldavosiz, o'zingiz prosmotr uchun qilgansiz, balo battar deyotganlar. Sizlarda nimadir dalil isbot bormi aldayotganimga? Bu yoqda asabiy bo'lgan kommentariyalarning top 5 taligi. Bu yoqda esa meni eng hayron qoldirgan kommentariya.